Leksiyalarımızı tamamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzu çiğsila, bugün çiğsilağa 2023 yıl 3. ayın 19. günü heptige yakşembe vatandaşı. Endiki mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarligi ministerligi amaldori. Bu yil muhim vazifamiz Jungo ko'pchilik deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 3. ayning 18. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat bexatarligi ministerligi yuqori darajalik amaldori haftaning 5. kuni, ya'ni 3. ayning 17. kuni bunda ko'rsatdi. Bu ministerlik bu yil qiladigan muhim xizmatlarning birisi texnik ko'p shirkatlarni Jungoning Xinjiang rayonida, Jungoning mustamlikasi Uyg'uristonda majburiy emgak chetilgan shirkatlarni qora tizimlikka tizimlashdan iborat. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarligi ministerligi strategik siyosat va planliq mulozimat muavin ministri Robert Silver bunda ko'rsatdi. Yana boshqa muhim vazifamiz hepimiz birdek ittifoqdosh Yevropa davlatlarini va Yaponiya, Avstraliya ve Hindistan qatorliq davlatlarni Amerikaga o'xshash qonun ijro qilish funksiyasini ishga solishni talab qilishdan iborat. Demak, endi bu qatim minborga qilish majburiy emgak tufayli Uyg'uristonda majburiy emgak solish tegishli chetilgan shirkatlarni imporga qilish hozir olqib chiqib Hindiston, Yaponiya, Yevropa ittifoqi a'zo davlatlar, Amerika mushu ishni o'sha ittifoqdoshlarga tayinib qilish degan gap hozir davlatlarning doirasi kengaydi. Ya'ni 2023 yil mushu yilda qiladigan ish majburiy emgak qilingan kishilarni yoki kishilarni majburiy emgak qiladigan şirketlerine qora tizimlikka ilishdan iborat. Amerikaning Uyg'urlarni majburiy emgak silishdan saqlanish qonuniga asoslanib, Davlat bexatarligi ministerligi imporga qilish tizimligi tuzib chiqib, to'shosh naqliyot ishlarida majburiy emgakka majburlagan shirkatlarni qora tizimlikka tizimlaydi. Silver İçki İşler Ministeri Silver Washington'da Hadisin Tadqiqat institutida o'tkazilgan bir qatimlik faoliyatga qatnashganda bunda ko'rsatdi. Bizning 2023 yili eng avval o'ylashadigan muhim xizmatimiz texnik ko'p shirkatlarni qora tizimlikka tizimlashdan iborat. Ya'ni majburiy emgakka Uyg'uristonda majburiy emgakka munosabatli texnik ko'p shirkatlarni qora tizimlikka tizimlashdan iborat. Bizga nihoyat aniqki hukumatsiz tashkilotlar va boshqa rayonlardagi ishonchlik dokladlarda mustamlik Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang Uyg'uriston atrofidagi tijoratlarda her bir şirketle Xinjiang, yani mustamlik Uyg'uriston atrofidagi tijoratlarda kishilarni bezor qiladigan ishlar bilan shug'ullandi. Bu şirketler kishilarni bezor qiladigan ishlar bilan shug'ullandi. Biz bu şirketlarning ismini atab chiqishni umid qilamiz. Biz bu şirketlarning mol mahsulotlarining Amerika bozorlariga kirmasligiga kapolat qilishni umid qilamiz. Uyg'urlar
musulmonlarni asos qilgan millatdir. Ular Jungo'ning g'arbiy qismi rayonida, Şinjan'da, yani müstemlik Uyg'uristonda yaşaydı. Nüfus ahalisi tahminen 10 milyon etrafıda. Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti, Jungo hükümetinin Şinjan'da, yani müstemlik Uyg'uristonda erkek qirg'inchilik siyasi yo'l qo'yganligini ayıplab keldi. Seliver mundaq ko'rsatdi. Biz Şinjan rayonida, yani müstemlike Uyg'uristonda zulmetlik, qarang'ulikni ko'rdik. Biz davomli zulmetlik, qarang'ulikni ko'rib turyapmiz. O so'zini to'liqlab turib bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarligi ministerligi embargo qilish siyosatini tuzadigan qadamni tashlash o'rnida turyapmiz. Embargo qilish siyosatini tuzadigan bir o'rinda turyapmiz. O mundaq ko'rsatdi. Amerika Davlat bexatarligi ministerligi texnika vositalarini ishlatib, masalan dana, ya'ni gen tekshirish texnikasini ishlatib, mahsulotlarning Şinjan'dan yoki mustamlik Uyg'uristondan kelmaganligini yoki mustamlik Uyg'uristondan kelyapti yo'q tekshirishni o'ylashyapmiz. Kishilar doklad qilamdi, biz undaq majburiy emgak salmadik, majburiy emgak bilan mahsulot ishlab chiqarmadik, bizning mahsulotimiz pokiz deyish mumkin shirkatlar, shunaqmi? Lekin biz endi bugun dana texnikasini, ya'ni gen tekshirish texnikasini qo'llanib, bu shirkatlarning Amerikaga kirayotgan mahsulotlarini tekshirishni o'ylashyapmiz.